homiladorlarni asring erkaklar. Ayolingizni juda ham homiladorlik paytida avaylang. Oxirgi paytlarda bizga murojaatlarni ko'pi bo'yini bir tomonga qiyshayib qolishi, boshi bitta tomonga pachoq bo'lib qolishi. Bu ya'ni krivosheya, bo'yin qiyshiqligi deyiladi. 1 oylikdan 3 oylikgacha bo'lgan bolalarda yaqqol namoyon bo'ladi. Bunda bola bitta tomonni ko'kragini emishga qiynaladi, постоянно bitta tomonga, o'ng yoki chap tomonga qarab yotadi. Bunga nima sababli bo'lishi mumkin? Asosan tug'ruq travmasi bo'ladi. O'sha akusherka ginekologlarni noto'g'ri taktikasi yoki bola слишком og'ir vaznda tug'ilyapti, tug'ruq yo'llarida travma olib tug'iladi. Kesarova paytda o'sha bo'yindan noto'g'ri tortish, yanada boshqa sabablari obvitsiya pupovina, ya'ni kindikka o'ralish ham sabab bo'lishi mumkin. Bu yerda 3 ta genezli, ya'ni travmatik, ishemik va yallig'lanish prosesslari kechadi. Ishemiyada o'sha bo'yin mushaklarida, orqa miyada, qon tomirlarida qon yaxshi aylanmasligi, to'qimalarni yaxshi oziq bilan ta'minlab bermasligi hisobiga bu yerda bo'yin qiyshiqligi paydo bo'ladi. Yana bu привычный, ya'ni o'rganish krivosheyasi ham bor. Bunda onalarimiz bitta tomondan ko'proq emizishi yoki televizor bitta tomonga qaratib qo'yib, bola kun davomida bitta tomonga qarab yotishi, beshikni bitta tomondan murojaat qilasizlar, bitta tomonga ko'p qarab yotishi bolada orttirilgan bo'yin qiyshiqligiga sabab bo'ladi. Agar davolamasak nima asoratlarga olib keladi? Boshi, yuzi bir tomonga deformatsiyalar, ya'ni qiyshiqligi, ikkinchisi o'sha tomonda ko'ruv o'tkirligini pasayishi, eshitishi pasayishi, keyinchalik kechki asoratlariga 5 yoshdan keyin nochnoy enurez, ya'ni tungi enurezga ham asorat berishi mumkin. Tug'ruq travmasini oldini olish va tug'ilgandagi bolani ikki tomonidan yalma-yaldan emizish, o'ngga, chapga yonboshlatib yotqizish, albatta mutaxassis ko'rigidan o'tish.